Ulug'bek tumani Darxon mahallasidan hovli qidirayotgan yaqinlarimiz diqqatiga. Fasad razmeri 12,5 metr bo'layotgan, 3,25 sotuv yer maydoniga tushgan hovli kelganmiz. Hozir qaranglar deganlar, uzungina fasadga ega bo'lib turibdi. 4 burchakini tushyapti. Mahallasini ko'chalari qop-qora asfaltdan chiqqan, tinchgina mahalla. Bu yoqlarni bilgan biladi. Kanalizatsiya, suv, svet, gazlar hamma sentralniy juda chiroyli bo'lib turibdi. Dokumentlarni ham tayyor qilib qo'yishgan. Pulingiz naqd bo'lsa, bir kunda shu nomingizga o'tib ketadi. Jigarlar, narx-navoni ham gaplashib, savdolashib qo'ydik. Xudo xolasa, bizning nomimizga keladigan bo'lsanglar, 1 sotiqaga $80,000 dan berib yuborishyapti. Sunnatdagi o't beradigan joylari bo'ladi. Darvozaxonadan kirganda, uzungina mana hovlimizni ko'rib turibsizlar. Mana kirib kelganda, ostiga ko'rsataman birin-ketin. Jigarlar, kiralani uylarimiz tushyapti. Uylarimiz eski bino bo'lgani hisob. Yer hisobida gaplashib qo'ydik. Yer hisobida shuni nomingizga o'tib ketadi. Chunki bino eski bino qurilganligi hisobiga. Ko'rib turibsizlar mana. 4 burchakli bo'lib turibdi. Fasad lekin 12,5 metr bitta chiroyli dahshat uy tushadi. Chasniy maktablar, bog'chalar, bu yoqlarda masjidlar hech qanaqa muammoga chiqmaydi, chunki shahar sentrida joylashgan. Mirzo Ulug'bek tumani Darxon mahallasi. Ko'pchilik bilgan Westminster maktabi ham uyimizga yaqin joyda joylashyapti. Uyimizga mahallani ikkita uch tarafdan bemalol kirib kelaverasizlar. Past raqamlar qoldiramiz. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, telefon qiling, aloqaga chiqib, ulgurib shoshilib qoling.